Ben şu yerden aşını önceki filmini ko'rgandan keyin ham shu Xitoyning saqchining gapiga shohid bo'libsiz-ham shu. Shu hamda siz ham o nimaga shohid bo'lgan hamda siz Urumchi qatliamining o'zini, ya'ni umumiy Urumchi qatliamini, ya'ni Xitoyningki oldin planlangan Uyg'urlarni bir g'oyat zo'r bir shaklda yo'qotib etish uchun planlangan bir Xitoy planlagan bir harakat deb qaramsiz, yani o'zligidan shakllangan bir ish emas deb qaraydiganlarning ichidami deb bu savolni men so'ramoqchidim sizdan. Bu yerga shohid bo'lganlaringiz qarab. Endi bunga subyektiv qarashimizni o'tirib qo'yishdan ilgari cho'qim paketlik so'zlashimizga to'g'ri keladi emasmi? Lekin endi buni aynan Xitoy ma'lum darajada buniki shundoq qonliq bostirilishininki oldin planlaganmi deganda ma'lum paketlarni qizib tekshirib chiqishimizga to'g'ri keldi. Paketlar qanchaki ko'p bo'lgan sari bu ko'z qarashimiz uniki kuchga ega bo'ladi. Agar paket yo'q holatda faqat ko'z qarashimizni menimcha shunda azodim buni Xitoylar shunday qilgan deb qo'ysak, paketdan qanday deb so'raydigan ish chiqaramizmi? Shunga endi ma'lum paketlar bo'lish kerak. Men bayaqin bir gapni dedim, kitob, aslim kitobimni yozyapman deb. Ma'lum paketlarni o'tirib qo'ymaydi. Agar shu ko'z qarashni isbotlash zarur bo'lsa. Shunga hozir so'ragan savolingizga nuqulli bunday qilib javob beraversam, cho'qim isbot talab qilish to'g'ri keldi. Isbotni bir muncha so'zlashga to'g'ri keldi. Shunga endi Xitoyning qo'li yo'q emas. Xitoyninki qo'li har bir shunday bostirishlarda cho'qim bor. Xitoy deganda 97-yildagi G'ulji bostirish va shu qatliam bo'lgandan keyin 2001-2002 kelganda Xitoy siyosiy o'rganish mazmunlariga nimani qo'shadi deganda har 10 yilda bir qitim bu Uyg'urlar qo'zg'alib shunday harakat qildi. Buni cho'qim bostirishimiz kerak. Andin har 30 yilda bir qitim cho'ng shunday Uyg'urlarning qo'zg'alishi oldi. Bunimi biz kontrol qilishimiz kerak. Şunda 97-yili shunday bo'ldi, endi yana 10 yilda bo'ldi desa, asli 2007-yil bo'lsa bo'ladi Xitoyning degini bo'yicha. Ularning degini bo'yicha 2007 bo'lmadi, 2008 bo'lmadi, 2009 bo'ldi. Endi albatta buningki o't peltisi Guangdongdagi zavodki bu içinde qonliq voqea tufaylidan chiqdi. Endi uninkiladi uni asli 5 yil masalan shundoq namoyish bo'lish, uniki bostirilishining shakllanishini 5 yil kontrol qila olamiz. Shunday kuch bormi degan savolni so'rash to'g'ri keldi. Xitoyning shu vaqtda kuchi bor. Lekin nima uchun unda qilmadi? Nima uchun torbetlarda intayin erkin holatda shu vaqtda namoyishlarga chaqiriqlar bo'ldi? Nima uchun uni o'chatkizib nima uchun o'chamidi uni? Nima uchun yo'q? Nima uchun qo'yib qo'ydi? Masalan, torbetlar nima uchun qora xat o'lim bag'idagi holatga o'zgardi? U torbetlarni boshqaruvchilar keyingi vaqtda 5 yil, 7 yil, 9 yoki undan ko'proq kesilganlar bor. Ularning jinoyati bormi yo'qmi degandakda ba'zilarni o'tirib qo'yishdi. Isbotlarni o'tirib qo'ygan keyin isbotlanishimiz. Shuning uchun hozir sizga 100% bundaq demayman, azroq asoslarini o'tirib qo'ying. Xo'sh.